Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzda sunuşduruşumuz. Qanamızda diqqətinizlər ekranımızda olsun. İstanbulda ikki Cumhuriyetni xotirlash cho'ng murosimi o'tkazildi. 12 noyabr İstanbulning Zaytunburni rayonluq kultur san'at markazida 1933 yili qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati va 1944 yili qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini xotirlash cho'ng murosimi o'tkazildi. Murosimni Sharqiy Turkiston tashkilotlar bo'lagi tashkillagan bo'lib, muhojiratda yashayotgan sarxillar taklif qilindi. Xalqaro siyosiy va ilmiy sohalarda xizmat qilayotgan tashkilotlar va jamiyatlar vakil avatdi. Murosimga 2000 ga yaqin kishi qatnashdi. Bu qitimliq murosim Sharqiy Turkiston xalqining muhojirat tarixida qatnashgan odam soni eng ko'p bo'lgan Jumhuriyat xotir murosimi bo'lib qoldi. Zalga sig'magan kishilar zalning o'tish yo'llarida o'ltirishdi. Hatto bu yerga sig'maganlar eshik tubida o'ri turishdi. Murosimga Sharqiy Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdul Ahad Abdurahmon riyosatchilik qildi. Murosim mungli qiroat bilan boshlangandan keyin Sharqiy Turkiston istiqlol marshi o'qildi. Sharqiy Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharqiy Turkiston tashkilotlar bo'lagi raisi Hidoyatullo O'g'uzxon ichilish so'zi qilib, jasoratlik Sharqiy Turkiston xalqi xalqarada qo'llovchisi intayin oz bo'lgan sharoit ostida qaddini tik tutib kurash qilyotdi. Uning sabablaridan biri bo'lsa, xalqimizning o'zini, o'z vatanini tunug'anligi, mustaqilligi bo'lgan ishonchisining kuchayotganligining ifodasi deganlarni bildirdi. Bo'lgan insonning ichida aziz bo'lgan ummat islomiyaning bir fardi bo'lgan va uning ichida Alloh o'tmishda aziz qilgan esil bir millat. Sharqiy Turkiston xalqi, Uyg'uri, O'zbeki, Qirg'izi, Qozoqi bilan mukammal bir aziz noiti esil bir millatdan bo'lgan bu xalqga bu da'vo odamiylik xarakter Murosimda Sharqiy Turkiston tashviqot va axborot agentligi istiqlol bo'limi ikki Jumhuriyat qurilgan xotir kuniga atab tayyorlagan film qo'yildi. Sharqiy Turkiston o'limalar birligining rais vakili Mahmudjon Damullam, Adolat va taraqqiyot partiyasi 23-navbatlik xalq vakili professor doktor Jalal Arbay, EHH insoniy yordam vaqfining muavin raisi Husayn Uruch, Isa Yusuf olib tikin vaqfi raisi doktor Umar Qol, O'qi Uyg'ur bilik yurt raisi Abdug'ani Qutubi, Ilhom To'xtini qutuldirish jamiyatining raisi Anvar Apandi, Darul Iymon maktabining mudiri Mahmud Damullam, Sharqiy Turkiston ilm va tadqiqot vaqfi raisi Abdul Ahad O'chqon, Dünya Uyg'ur qurultiyining vakili Abdujalil Qorim qatorliqlar salom so'z qilib, murosimga ishtirok qilgan barliq qarindoshlarining va barliq Sharqiy Turkiston xalqining davlat bayramini tabrikladi hamda Sharqiy Turkiston xalqidan kutadigan umid va istaklarini bildirishdi. Murosimdagi faoliyatlar orasida Sharqiy Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining Zaytunburni va Safakiy Qur'on kursi o'quvchilari, Tangnur ta'lim-tarbiya markazi o'quvchilari tarbiya mazmunidagi qo'shiqlarni, bayroqni tiklaymiz, unutma nomining she'rini jonliq deklamatsiya qilib, murosim kayfiyatini yuqori ko'tardi. Murosimda yana Sharqiy Turkiston yangi nasl harakati a'zolari 1933-yili qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilishining oldi keynidagi muhim mazmunlar aks ettirilgan 3 pardalik drama o'rinlab, murosim kayfiyatini tixmi yuqori pallaga ko'tardi. Murosimda yana ikki Jumhuriyat haqida qisqacha muhokama yig'ini o'tkazildi. Muhokama yig'iniga tashkilotlar bo'lagi raisi Hidoyatullo O'g'uzxon riyosatchilik qildi. Muhokama yig'inida Chanoqqal'a universiteti o'qituvchisi doktor Hoji Qutlug' Qodiriy so'z qilib, Ibrohim alayhisalomni o't ko'ydirolmadi, Musa alayhisalomni suv iqtib ketolmadi, Yusuf alayhisalomni biliq yeb ketolmadi. Buning sababi ularning yordamchisi Alloh bo'lganligi va ularning iymonining mukammal bo'lganligida. Shunga biz Sharqiy Turkiston xalqi dushmanimiz Xitoy tajovuzchilarining moddiy kuchiga emas, balki Allohning qudratiga bo'lgan iymonimizni kuchaytirishimiz lozim deganlarni ta'kidladi. İbrahim aleyhisselamni o't ko'ydirib yubormadi. Musa aleyhisselamni dengiz ariq qilib yubormadi. İsmoil aleyhisselamni pichoq kesolmadi. Yunus aleyhisselamni laham tutarmadi. Chunki ular Allohga ishongan, Allah'ın yardım soruvallığı için Allah ularga yardım yönek oldu. İşinimenki imanı kamil Şərq Türkistanlıqlarının Cumhuriyetini ve özünü Xitay Kompartiyası məngü yüzü yükəlməydi və vissalmaydı.
Uyg'ur tadqiqot universiteti mudiri doktor Erkin Akram so'z qilib, Cumhuriyet qurilib munqariz bo'lg'ili 80 necha yil bo'ldi. Biroq biz Cumhuriyetimizni qayta qurolmayotimiz. Bu nima uchun degan savollarga strategiya nuqtalaridan ilmiy usulda javob berdi. Doktor Olimjon Bug'do Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining qurilish sabablari temasida ilmiy nuqtadan to'xtaldi. Doktorat Abdurahim Davlat Uyg'ur musulmonlari diniy mas'uliyatini qandoq tunishi, qandoq ado qilish kerak degan temada so'zladi. Sharqiy Turkiston o'limalar bo'lakining rais vakili Mahmud Domollam so'z qilib, musulmonning zimini bo'lishi, davlati bo'lish kerak deganlarni ta'kidlab, vatanparvarlik va vatanni qutuldirish uchun harakat qilish haqida to'xtaldi. Doktor Hoji Qutlug' Qodiri, Doktor Erkin Akram, Doktor Olimjon Bug'do, Doktorat Abdurahim Davlat, o'limalar vakili Mahmudjon Domollam qatorliq ustozlarga Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti davlat gerbi tushirilgan xotira buyumi taqdim qilindi. Oxirida jamoat arbobi Abduqodir Yapchan so'z qilib, Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini qurib chiqish uchun bir xil tunush, bir xil ong, bir xil harakatda bo'lish kerak deganlarni ta'kidladi. Murosimda Sharqiy Turkiston davosining peshvosi, jamoat arbobi Abduqodir Yapchan Sharqiy Turkiston davosi tarixida natijasi ko'rinarli bo'lgan. Hozir aktiv xizmat qilayotgan shaxslarni mukofotlash uchun tayyorlagan 4 oltin medal, 6 kumush medal dog'dug'liq tarqitildi. Erkin Olibtekin, Ilhom To'xti, Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqin Aysa, Sharqiy Turkiston tashkilotlar bo'lik raisi Hidoyatilla O'g'uzxon qatorliqlarga oltin medal bilan birlikda birdan Sharqiy Turkiston davlat gerbi tushirilgan xotira buyum, birdan Sharqiy Turkiston bayrog'i taqdim qilindi. Rais Abdujalil Qaraqosh, Ilhom To'xtini qutuldirish, Uyg'ur TV jamiyatining raisi Anvarjon, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanot, Erkin Osiyo radiosi muxbiri jurnalist Musajon Ar, Sharqiy Turkiston tashviqot va axborot agentligi mudiri doktor Abduvaris Abduxoliq, Sharqiy Turkiston madaniyat hamkorlik jamiyati raisi Sitim Turk qatorliqlarga birdan kumush medal, birdan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti davlat gerbi tushirilgan xotira buyum va birdan bayroq taqdim qilindi. Undan boshqa Habibullah Hojim Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharqiy Turkiston tashkiloti bo'lik raisi Hidoyatilla O'g'uzxonning aziyat va jafo mushaqqatlarga chidab xizmat qilganligi uchun Sharqiy Turkiston bayrog'i tushirilgan xotir buyum taqdim qilindi. Murosim jamoat arbobi Abduqodir Yapchanning yetakchiligida Sharqiy Turkistonning mustaqilligi yo'lida shahid bo'lganlarning shahodatining qabul bo'lishi, Sharqiy Turkiston xalqining gunohlarining mag'firat qilinishi, Sharqiy Turkiston xalqining ozodligi, Xitoy tajovuzchilarining halokati uchun qilingan duolar bilan oxirlashdi. Eskartish, murosimda yangi temalar o'ttirg'a qo'yilgan bo'lib, tafsilotini Istiqlol YouTube kanalidan ko'rilishingizni umid qilamiz. Allah'ın düşmanının mucunda yaşlılık küçükten ibaret bir cinayetçinin dostkanlıktan ibaret bu cinayetimizge bu hatalıkımız tövbe kıldık ya Allah bizi mağfiret kılsın. Jazo lagerlarining o'rni haqida yangi uchurlar oshkorlandi. Fransiya xalqaro radiosi to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarining o'rni haqida yangi uchurlarni va dalil isbotlarni to'plagan. Washingtonga joylashgan Sharqiy Turkiston Milliy uyg'onish harakati 500 ga yaqin jazo lagerining o'rin uchurining xotirlanganligini, buning ichida turmaga o'xshaydigan 209 o'rinning ve emgak lageriga o'xshaydigan 74 o'rinning Google xaritasi orqali yangidan bayqilib chiqqanligini bildirgan. Sharqiy Turkiston Milliy uyg'onish harakatining mas'uli Kyle Olbert bu o'rinlarning yangidan aniqlanib chiqqanligini, buningga asosan jazo lagerlariga qamalganlarning taratqularda etilib kelayotgan 1 milliondan ko'p ekanligini bildirgan. Shundaqla bayqalmagan tig'imi ko'p o'rinlarning borligidan ansirayotganligini ta'kidlagan. Gerçi chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilar Sharqiy Turkistonda jazo lageriga qamalganlarni 5 milliondan ortiq deb mo'ljallagan bo'lsa-mu, ammo cheklik dalil isbotlar natijasida xalqarodagi taratqularda qamalganlarning soni 1 million deb ilinib kelgan edi. Amerikaning pan-texnika maxfiyatligini o'g'irlagan Xitoy tadqiqotchi jinoyatini iqror qildi. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy tadqiqotchi Tan Hongjing o'zi xizmat qilayotgan Amerika nefis shirkatining yangi bir avlod batareya texnikasini o'g'irlaganligini iqror qilgan. 35 yoshli Xitoy fuqarosi Tan Hongjing Amerikadan mangu o'ltiraqlashish salohiyatiga ega bo'lib, Kaliforniya texnologiya institutida doktorlik unvoniga erishgan bo'lib, u Amerikaning nefis shirkatida xizmat qilayotgan mezgilda shirkatning pan-texnika maxfiyatligiga ruxsatsiz ishlatganligi
va uni Xitoyga ta'minlab berganligi uchun 2018-yili 12-oyda savdo maxfiyatligini o'g'irlash jinoyati bilan qo'lga olingan. Bildirilishicha, u shirkatning yangi bir avlod batareya texnikasini o'g'irlagan bo'lib, bozor qiymati $1 milliard ga yetadigan. Amerika Adliya ministrligi davlat bexatarlik ishlari yordamchi ministri John Demers bu vaqtda to'xtalib, Tan Xongjinning qilmishi amaliyotda Xitoyning izchil Amerikaning savdo maxfiyatligini o'g'irlab kelganligidek realligini aks ettirib berdi deganlarni bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Adliya ministrligi Tan Xongjinga kelar yili 2-oyda hukm e'lon qilingan bo'lib, qancha yil kesildiganligi aniq emas ekan. Refah partiyasi Sharqiy Turkiston Cumhuriyet bayramini tabriklab plakat asdi. Turkiyada yangidan qurilib, tez taraqqiy qilayotgan Refah partiyasi Küçük Chahmaja sho'bisi Küçük Chahmaja rayonidagi mashina to'xtatish bekatlariga Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilgan xotira kunini tabriklaymiz deb yozilgan plakatlarni isib, barliq Sharqiy Turkiston xalqining davlat bayramini tabrikladi. Biz Sharqiy Turkiston tashviqot va axborot agentligi nomidan Refah partiyasi Küçük Chahmaja sho'bisiga rahmatimizni bildiramiz. Xitoy tadqiqoti instituti Istanbulda qurildi. 10 yildan beri Turkiyada va boshqa davlatlarda aktiv xizmat qilayotgan Uyg'ur akademiyasi tarkibida Xitoy tadqiqoti instituti 2019-yili 12-noyabr Istanbulda qurildi. Uyg'ur akademiyasi doimiy hayotlari 9-noyabr Istanbuldagi akademiya ishxonasiga yig'ilib, akademiya nizomnomasining 33-moddasiga asosan Xitoy tadqiqoti instituti qurishni qaror qildi. Akademiya hayotlarining qurilishi va akademiya raisi professor doktor Olimjon Inoyatning tasdiqlashi bilan doktor Farhod Tangirtog'li Xitoy tadqiqoti institutiga mudir bo'lib tayinlandi. Sharqiy Turkiston mustaqillik kurashining pat orada g'alabaga erishish uchun tajovuzchi dushman Xitoyni tunish va uning hiyla mikrlarga taqobil turish to'liq zarur bo'lmoqda. Dunyoning har qaysi joylarida ikki jumhuriyatning qurilgan kuni xotirlandi. Uyg'urlarning yaqinqi tarixida, ya'ni 1933 va 1944-yili 12-noyabr qurilgan ikki jumhuriyat kunining yetib kelish munosabati bilan dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar bu muhim kunni tabrikladi. Shvetsiya Mahmud Kashgari ona til maktabi ikki jumhuriyatni xotirladi. Shvetsiyadagi Mahmud Kashgari ona til maktabining o'quvchilari 1933-yili 12-noyabr qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati va 1944-yili 12-noyabr kuni qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini xotirlash faoliyatini o'tkazdi. 12-noyabr kuni yana Amerikaning Massachusets shtatida o'ltirishliq Uyg'urlar, shundaqla Amerikaning Virginiya shtatidan kelgan Uyg'urlar bo'lib, bir top jamoat Boston shaharli hukumat binosining oldida Sharqiy Turkistonning oy yulduzliq ko'k bayrog'ini chiqarish murosimi o'tkazdi. 12-noyabr harfisida Amerika, Kanada, Avstraliya, Germaniya, Turkiya, Shvetsiya, Gollandiya qatorliq davlatlardagi Uyg'urlar har xil faoliyatlarni o'tkazib, bu ikki jumhuriyatni xotirladi. Ikki jumhuriyatni xotirlash murosimi Turkiya poytaxti Anqarada o'tkazilgan bo'lib, bu murosimni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Sharqiy Turkiston vaqfi va Uyg'ur instituti qatorliq tashkilotlar birlikda uyushtirgan. Murosimga Anqara shahridagi Uyg'urlardan sirt Turkiya parlamentidagi Buyuk Birlik partiyasi raisi Mustafa Dastici, iyi partiya parlament a'zosi Ismoil Qunjuq, Fahrettin Yo'qush, Sharqiy Turkiston vaqfi raisi Muhittin Jon Uyg'ur va Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi doktor Erkin Akram qatorliqlar qatnashdi ham so'z qildi. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shunday qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.